Tafsiri muyassar. Tarjima qiluvchidan. Bismillahirrohmanirrohim. Eng go'zal maqtashlar va eng mukammal madhiyalar, xolis ibodat qilinishga tamoman naqliq bo'lgan barcha olamlarning Rabbi, yaratquchisi, egisi va parvishkori, haqdinni avatish orqali insoniyatga atagan eng katta ne'matini tamomlagan va Qur'oni Karimdan iborat mangu o'chmas hidoyat mash'ilni nozil qilib, dillarni nurlantirgan ulug' Rabbimiz Alloh taologa xosdir. Allah Taalaga jami mavjudotning sonicha hamd sano aytaman, uni chin yurakimdan so'yiman va madhiyalayman. İnsoniyatga haqni yetkazish orqali ularni kufri va ozg'unlikning qorong'uliklaridan qutuldirib, iymon, hidoyat va ilm ma'rifatning nuriga yetaklagan so'yimlik payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga durud, duo va salom yo'llayman. Uning oila tavobatlariga, sahobalarga va uning yo'lini davomlashtirib kelayotgan mu'minlarga, shundaqla ta qiyomatgacha uning yo'lida mangdigan mu'min qarindoshlarimga Janobi Alloh taolodan rahmat va mag'firat tilayman. Din va dunyolik barliq ishlarim uchun Alloh taolodan yordam tilayman. Gunohlarim uchun uningga istig'for aytaman. Uningga sig'inib, nafsimning yomonligidan, amallarimning nacharligidan panoh tilayman. Alloh taolo hidoyat qilgan kishini hech kim ozdiranmaydi. Alloh taolo hidoyat qilmagan kishini hech kim hidoyat qilolmaydi. Allah Taaladan boshqa hech qanday ilohning yo'qligiga, uning hech bir sheriki yo'qligiga va Muhammad alayhisalomning Alloh Taolaning bandisi va haq payg'ambari ekanligiga chin qalbimdan guvohlik beraman. Shaksizki, eng haq kitob Alloh Taolaning kitobi bo'lgan Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karim Alloh Taolaning so'zi, payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomga ato qilgan mangulik mo'jizasi, musulmonlarning dasturi va islom qonunshunosligining eng asosli manbasi. Qur'oni Karim payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomga Alloh taolo tarafidan Jibril ismli farishta vahiy yo'li bilan ilib kelgan samoviy kitobdir. U ikki olamlik baxt saodatning kepili va kuch-quvvatning manbasidir. Qur'oni Karim shundoq kitobki, uning lavzini o'qish bilan ibodat qilgili, mazmuniga amal qilish bilan to'g'ri yo'l topqili va ikki olamlik baxt saodatga erishgili bo'ladi. Uni o'qish bilan ko'ngillar huzur halovat his qiladi. Uning ajoyibotlari tugab qolmaydi. Dillarga beradigan ta'siri to'xtab qolmaydi. İnsaniyat uzun yillik tarixi jarayonida dillarga ta'sir qilishda Qur'oni Karimga o'xshaydigan yoki uningga yaqinlashadigan bir kitobni tex ko'rib boqmadi. Alloh taolo bu kitobni payg'ambarlarning eng oxirgisi va jami olamlarga rahmat qilib avatilgan payg'ambar Hazrati Muhammad alayhisalomning qalbiga tushirdi. Qur'oni Karim milodiyaning 610-yili Makkadagi Hira g'orida eng dastlabki vahiy bilan nozil bo'lishga boshlagan. Bu Ramazon oyining 17-kuni bo'lib, bu vaqtda payg'ambar alayhisalom Ramazon oyi insonlarga yetakchi, hidoyat qiluvchi va haq bilan botilni ayiruvchi ro'shan oyatlarni o'z ichiga olgan Qur'on nozil bo'lishga boshlagan oydir. Sura Baqara 185-oyat. Qur'oni Karimdan tunji qitim nozil bo'lgan oyatlar Alaq surasining 5-dagi mushu 5 oyatdir. Yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qig'in. U insonni alaqdan yaratdi. Sen o'qig'in. Rabbing insonga qalam bilan yezishni o'rgatgan. Bilmagan narsalarni bildirgan eng karamlik zotdir. Sura Alaq 1-5-oyatlar. Qur'oni Karim vaziyat va sharoitning ehtiyojiga asosan oz-ozdan nozil bo'lib, jami 23 yilda to'liq nozil bo'lib bo'lgan. Qur'onni kishilarga dona-dona o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Sura Isra 106-oyat. Alloh taolo Qur'oni Karim orqali insoniyatni qulluqning zulmatlaridan ozod qilib, iymon, tavhid va ilmning nuriga chiqadi. Alloh taolo mundaq deydi: Alloh shu kitob orqali roziligini izdiganlarni nijotlik yo'llariga yetaklaydi. Allah o'z irodasi bo'yicha ularni kufrning qorong'uliklaridan iymonning nuriga chiqaradi va ularni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Sura Maida 16-oyat. Qur'oni Karim islom ummatining ahvolini o'lchaydigan tarozidir. Ular Qur'oni Karimning hidoyatiga agishib, uni hayotlikning hamma sohalariga tatbiqlagan, din va dunyolik barliq ishlarni uning ko'rsatmasi bilan qilgan muddat bo'yicha tinch, amonlik, baxt saodat ichida kuchlik va qudratli bo'lib yashaydi. Ular amaliyotda shundoq yashagan. Ular Qur'oni Karimdan yiroqlashgan, uning ko'rsatmalarini hayotlik sohalarida tatbiqlashdan ojizlashgan siri xorliq, zabulluq, ojizlik, parchalanish va boshqalarga beqindi bo'lib qolish qatorliq musibatlarga uchraydi va uchirmoqda.
alloh taolo payg'ambar alayhissalomga qur'oni karim to'g'riliq shaksizki bu qur'on sanga va qavmingga albatta katta sharafdir degan. Qur'oni karimning Muhammad alayhissalomning qavmi bo'lgan arablarning tilida nozil bo'lganligi ularga albatta katta sharaf edi. Shunga ularning Qur'oni karimga amal qilishda boshlamchi bo'lishi talab qilingan. Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambaringlar Muhammad alayhissalom Alloh bu kitob orqali ba'zi qavmlarni aziz qiladi va ba'zilarni xor qiladi degan. Alloh taolo bu kitobni saqlashni o'z ustiga olgan. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va uni albatta o'zimiz qo'g'daymiz. Alloh taolo yana mundaq deydi: Uningga oldidinmi, orqasidinmi, ya'ni hech qanday tarafdan botil saxtalik yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qiluvchi, madhiyaga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir. Sura Fussilat 42-oyat. Qur'oni Karim yodga elish va yezib qoldirishdan iborat ikki yo'l bilan saqlanib kelgan. Chunki payg'ambar alayhissalom oz-ozdan nozil bo'lib turgan Qur'oni Karim oyatlarini shu vaqtning o'zida sahobalarga yodga oldirish va terilarga, xurmo yog'ochlariga yozdirish orqali saqlab islom ummatiga o'z beti salomat yetkazgan. Bu kitob hozirmi qorilarning dilida va Qur'oni Karim nusxalarida saqlanib kelmoqda. Qur'oni Karim ko'rsatmalarga amal qilgan va nasihatlardan ibrat olgan, halol harom haqidagi belgilamalardan chatnab ketmagan har bir musulmonni ikkala olamning xorliqidan saqlashga kepildir. Alloh taolo bu kitobning lavzini o'qish va yodlash uchun o'ng'ay qilib bergandek, ma'nosini tushunish va bilish uchun o'ng'ay qilib bergan. Alloh taolo mundaq deydi: Haqiqatan biz Qur'onni o'qish va yodlash uchun oson qildik. Uningdan vaz nasihat og'uchi bormi? Sura Qamar 17-oyat. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga Qur'oni Karimning lavzini o'rgatgandek, ma'nosini bayon qilib bergan. Chunki Alloh taolo uningga: "Ey payg'ambar, biz sana Qur'onni insonlarga tushirilgan ahkomlarni bayon qilib bersin, ular Qur'oni Karim ustida tafakkur qilsin deb nozil qildik" deb amr qilgan. Sahobalar Qur'oni Karim oyatlaridan tushunmagan yerlarni payg'ambar alayhissalomdan so'rab o'rganatdi. Sahobalarning zamonidan keyin ularning qo'lida yetishgan tabiin ulamolari borliqqa kelgan bo'lib, ular o'z zamonasidagi kishilarga Qur'oni Karim oyatlaridan tushunmagan yerlarni tushundirib o'tgan. Tafsir Qur'oni Karimning ma'nosini tushundirib beradigan, ahkomlarini va hikmatlarini o'ttirga chiqaradigan ilm demakdir. Qur'oni Karimni tafsir qilish payg'ambar alayhissalomning zamonidan boshlangan bo'lib, payg'ambar alayhissalom tunji mufassir hisoblanadi. Shundan keyin zamonimizga qadar bu ish davomlashib kelmoqda. Tafsir bir qancha bosqichni boshdan kechirgan. Tafsir ikki turlik bo'ladi. Birinchisi rivoyat tafsiri, ikkinchisi ra'y tafsiridan iboratdir. Rivoyat tafsiri payg'ambar alayhissalomdan yetib kelgan tafsirga yoki sahobalardan rivoyat qilinib kelgan tafsirga asoslanib qilingan tafsir deganlikdir. Rivoyat tafsiri barliq tafsir turlarining eng afzali va eng ishonchlisi hisoblanadi. Chunki bundaq tafsirda mufassir Alloh taolaning kalomini Alloh taolaning kalomi bilan yoki payg'ambar alayhissalomning tafsir qilgani bo'yicha tafsir qilgan bo'ladi. Sahobalarning tafsirimi payg'ambar alayhissalomning tafsir qilganiga asoslanganlikdan, sahobalarning tafsiri bo'yicha tafsir qilganlarmi payg'ambar alayhissalomning tafsiri bo'yicha tafsir qilgan bo'lib hisoblanadi. Rivoyat tafsirlarining mashhurlari tuvandikicha: Tafsiri Tabari, Tafsiri Samarqandi, Tafsiri Bag'avi, Tafsiri Su'labi, Tafsiri Ibn Atiya, Tafsiri Suyuti, Tafsiri Ibn Kasir, Tafsiri Sa'labi, Tafsiri Shavkani, Tafsiri Shinqiti. Ra'y tafsiri Qur'oni Karim oyatlaridan o'zining aqliy kuchi, ya'ni ijtihod bilan tafsir qilish usuli bo'lib, bu xil tafsir ikki turga bo'linadi. Biri islom ulamolari tomonidan birdek qabul qilingan tafsir, yana biri qabul qilinmagan tafsirdir. Qabul qilingan tafsir Qur'oni Karim oyatlari bilan payg'ambar alayhissalomning hadislariga tayangan tafsir bo'lib, mufassirning arab tilini pishiq biladigan, arab tilining qoida uslublarini, shariat prinsiplari va ahkomlarini pishiq biladigan bo'lishi shartdir. Mufassir bu yerda oyatlarning ma'nosini tushunish uchun barcha aqliy va ilmiy kuchini sarf qiladi. Arab tilidagi va shariat ilmlaridagi mahoratini joriy qildiradi. Qabul qilinmagan ra'y tafsir Qur'oni Karim oyatlarini hech qanday diniy naqlni asos qilmay, o'z aqliga va xohishiga toyinib tafsir qilishdir. Ko'pchilik ulamolar mundaq tafsirni qat'iylik bilan rad qiladi. Qabul qilingan ra'y tafsirlarining mashhurlari tuvandikicha: Tafsiri Kashshaf, Tafsir Rozi, Tafsiri Xozin, Tafsiri Ibn Hibban, Tafsiri Baydavi, Tafsiri Jalolayn, Tafsiri Abu Suud, Tafsiri Alusi, Tafsiri Manar,
Tafsiri Fizlul Qur'on, tafsiri Vadi. Tafsir qilish uslubi. Mufassirlar umuman tövəndəkidək 4 xil uslubni qo'llangan. Tahlil qilib tafsir qilish, umumiy ma'nosini tafsir qilish, selishtirib tafsir qilish, mavzularga bo'lib tafsir qilish. Birinchi, tahlil qilib tafsir qilish. Tahlil qilib tafsir qilishda mufassir oyatlarni Qur'oni Karimdagi tartibi bo'yicha tafsir qilib, oyatdagi har bir kalima, har bir jumlani grammatika, stilistika tarafdan inchga tadqiq qiladi. Har bir oyatning tushish sababi, oningdan elinadigan shariat hukmi va umumiy ma'nosi qatorliq taraflarini tafsiliy bayon qiladi. Shaksizki, mundaq tafsir qilish uslubi eng qadimiy uslub bo'lib, tafsir yezish ishi boshlangan dastlabki chog'larda mushundaq tafsir qilinadi. Bu xildagi tafsirlarning mashhurlari tafsiri Tabari, tafsiri Xozin, tafsiri Sa'labi, tafsiri Vodihi, tafsiri Bag'avi, tafsiri Ibn Atiya, tafsiri Shavkani, tafsiri Ibn Kasir qatorliqlardir. Bu usuldagi tafsirlar ba'zi ixcham, hatto bir tomliq, ba'zi cho'ng hajmlik, hatto 30 tomliq bo'lib chiqqan. Ikkinchi, umumiy ma'nosini tafsir qilish. Oyatlarning umumiy ma'nosini tafsir qilishda mufassir Qur'oni Karim suralarini bir qancha parchaga bo'lib chiqib, har bir parchaning ma'nosini tushunishli so'zlar bilan ochiqlaydi va uning umumiy tafsirini qiladi. Bu xildagi tafsirlarning mashhurlari tafsiri Sa'di, tafsiri Nosiri, tafsiri Shaltut qatorliqlardir. Uchinchi, selishtirib tafsir qilish. Selishtirib tafsir qilishda mufassir bir yoki bir qancha oyatni tafsir qilish uchun shu mavzuda kelgan oyatlardan, hadislardan, sahobalarning so'zlaridan, tabiin ulamolarning so'zlaridan va mufassirlarning ko'z qarashlaridan iborat dalillarni to'playdi. Ondan bu dalillarning o'ttirida selishtirish ilib boradi. Ko'z qarashlarning qaysi kuchlik, qaysi ojiz hammani ko'rib chiqadi. Ondan dalili eng kuchli bo'lgan ko'z qarashni tarjih qiladi. Bu xil tafsir qilish uslubining sohasi keng va turlari ko'p bo'ladi. Bu xil tafsirda oyat bilan oyatni, oyat bilan hadisni selishtirib chiqish orqali oyatda maqsad qilingan ma'noni o'ttirga chiqaradi. Hatto ba'zida oyat bilan Tavrat tekstlarini selishtirib chiqish orqali Qur'oni Karimning afzalligini o'ttirga chiqaradi. Ba'zida mufassirlarning bir oyat ustidagi bayonlarini va har birining keltirgan dalillarini bir-biriga selishtirib chiqish orqali dalili eng kuchli bo'lganini kuchlantiradi. Bu xil usulda yozilgan tafsirlarning eng tunjisi tafsiri Tabaridir. Bu xil selishtirish uslubida yozilgan asarlarmi ko'pdir. Doktor Morris Bokayning Qur'on, Tavrat, Injil va ilm nomli asari, İbrahim Xalilning Tavrat, Injil va Qur'onda tasvirlangan Muhammad nomli asari buning misoli. 4. Mavzularga bo'lib tafsir qilish. Bu uslubda mufassir oyatlarni Qur'oni Karimdagi tartibi bo'yicha tafsir qilmay, o'zi to'xtalmoqchi bo'lgan mavzuda kelgan barliq oyatlarni to'plab chiqib, shu oyatlarni tafsir qilish orqali bu oyatlardagi o'rtaq maqsadni va shariat ahkomlarini o'ttirga chiqaradi. Bu xil uslubda tafsir qilish Payg'ambar alayhisalomning zamonidan boshlangan bo'lib, zamonimizda davomlashmoqda. Ammo tafsirul mavdu'i degan bu atalg'u Hijriya 14-asrdan beri qo'llanib kelmoqda. Bundaq tafsir qilishning turlari ko'p bo'lib, Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish, ya'ni bir mavzuda kelgan oyatlarni to'plab tafsir qilish, ahkam oyatlarni tafsir qilish buning misoli. Bu xildagi tafsirlarning mashhurlari Al-Ashbah va Nazaiz, Al-Mufradat fil Qur'on, Ahkamul Qur'on, Ta'vil Mushkilil Qur'on qatorliqlardir. Tafsiri Muyassar. Tafsiri Muyassardan iborat bu shalliq tafsirning muqaddimasida bundaq deb yozilgan. Zamonimizdagi barliq musulmonlarning foydalanishi uchun tafsir prinsiplariga uyg'un, salaf solihlarning yo'liga muvofiq ishonch qilg'ili bo'ladigan, oyatlarning ma'nosini va maqsad g'oyalarini ro'shan bayon qilib beradigan mazmunliq, ixcham bir tafsir hozirlab chiqish intayin zarur bo'lib qolgan edi. Madina Munavvara shahridagi Podshoh Fat Qur'on nashr qilish akademiyasi bu sharaflik vazifani o'z ustiga olgan bo'lib, butun dunyodagi musulmonlarning tillariga tarjima qilishga munosib iboralari o'ng'ay, bayonlari ravon bir tafsir hozirlab chiqishni qaror qildi. Shuning bilan mazkur tafsirning sinoq nusxasini tayyorlab chiqishga tafsir ilmida to'shqan, bu sohadagi mul amgaklar bilan tonilgan mashhur ustozlar taklif qilindi va tuvandagi shartlar qo'yildi. 1. Oyatlarni salaf solihlarning e'tiqodiga uyg'un ahli sunnat val jamoa mazhabida tafsir qilish. 2. Rivoyat tafsirlarini boshqa tafsirlarning oldiga qo'yish. 3. Rivoyat tafsirini naql keltirishda to'g'ri deb qaralganlar bilan kifoyalanish. 4. Tafsir jarayonida Qur'onning ko'rsatmalari va shariatning maqsadlarini o'ttirga chiqarish. 5.
Tafsirda ishlatgan so'zlar oddiy, ixcham bo'lishi va tafsir jarayonida ba'zi yot so'zlarning ma'nosini izohlash. 6. To'xtalayotgan oyatning ma'nosini tafsir qilish, munosabatlik oyatlarning ma'nilarini shu oyatlarning tafsirida bayon qilishga qoldirish. 7. Oyatlarning ma'nilarini naqlga hojat bo'lmasdan udul bayon qilish, faqat zaruriyat tug'ilganda shuningga qarab ish ko'rish. 8. Tafsirning hafsning osimdan o'rgangan qiroatiga muvofiq bo'lishi. 9. Qiroat turlari grammatika, morfologiya va stilistika degandek fanlarga kirmaslik. 10. Har bir oyatni mustaqil tafsir qilish, ma'nosi bir-biriga bog'lanishli bo'lganlarni birlashtirib tafsir qilish, oyatning lafzini zarur bo'lib qolmagan ahvolda takrorlamaslik va har bir oyatning numarini shu oyatning beshiga qo'yish. 11. Tafsir Qur'on batlarining atrofiga siqqudek ixcham bo'lishi. 12. Mufassirlarning bu tafsirning ko'p tillarga tarjima qilinadiganligini qat'iy esidan chiqarmasligi, shuning uchun tarjimada boshqa tillarga tarjima qilish qiyin bo'ladigan so'zlarni ishlatishdan saqlanishi. Bu tafsirni tayyorlash vazifasini o'z ustiga olgan mufassir ustozlar yuqorida bayon qilingan shartlarga to'liq rioya qilgan holda ish ko'rib, bu sharaflik vazifani tamomlagandan keyin Podshoh Fahd Qur'on nashr qilish akademiyasida tashkillangan maxsus komitet tomonidan tekshirib chiqildi. Ondan Saudiya Arabiston diniy islom ministrligiga qarashliq ayrim ishki komitet tomonidan qarab chiqildi. Ondan bu tafsirning tunji nusxasi nashr qilindi. Mazkur tafsirning birinchi nusxasi nashr qilinib tarqatilgandan keyin uning o'ng'ayligi, iboralarining yengil va tushunishli bo'lganligi uchun kishilarning qiziqishini oshirdi va har kim uningdan birini o'ziga hamroh qilishga oldirdi. İnsanlar qilgan ishlarning xatolikdan xoli va mukammal bo'lishi mumkin bo'lmagandek, bu tafsirdami ba'zi xatoliklar va savalliklar yuz bergan bo'lib, ular o'qirmanlardan kelgan baho va inkoslardan ma'lum bo'ldi. Shuning bilan maxsus tekshirish komiteti a'zolari bu inkoslarni bir-birlab o'qib chiqib, ko'rilgan xatoliklarni va g'alатlarni astoydil tuzitib chiqdi. Tafsirlarda ko'p ishlatilib kelgan ya Muhammad, ya'ni ey Muhammad degan xitob ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya'ni ey payg'ambar deb o'zgartildi. Faqat 11 o'rinda o'z beti qoldirildi. Bu mushu 11 o'rindagi xitobning Muhammad alayhisalomning payg'ambarligini e'tirof qilmaydiganlarning tilidan hikoya qilingan xitoblar bo'lganligi sababdan edi. Tafsiri muyassar nomli bu tafsir zamonimizga qadar yetib kelgan ishonchli tafsirlardan yuzlarcha tafsirning javharlari tanlab ilingan va tafsir sohasida alohida tanilgan mufassir ustozlar tomonidan tayyorlangan eng ishonchli, eng ixcham va eng tushunishli tafsir bo'lib, bu tafsir Podshoh Fahd Qur'on nashr qilish akademiyasi tomonidan 30 dan ko'proq millatning tiliga tarjima qilinib tarqatilgan bo'lsa-mu, hozirgacha Uyg'ur tilidagi tarjimasi borligi kelmagan edi. Men uzundan beri mushundaq ixcham va mazmunli bir tafsirni vujudga chiqarishga intilib kelgan edim. Alloh taolaning iltifoti bilan bu tafsirni uchratdim va muqaddimasini o'qib chiqibla bu tafsirning men izlayotgan tafsir ekanligini bildim. Shuning bilan Alloh taoladan yordam tilab tarjima qilishga boshladim. 1 yildan ko'proq vaqt ichida tarjimani bitirib bo'ldim. 2020-yilning 5-ida bu tafsirning tunji nashri Uyg'ur jamoatchiligi bilan yuz ko'rishdi. Buningga xalqimizning qiziqishi favqulodda yuqori bo'ldi. Tafsir nashrdan chiqib bir haftaga bormayli tugab ketdi. Mushu tafsirdan bir nusxa kerak edi degan talablar orqa-orqadan kelishga boshladi. Shuning bilan biz bu tafsirni qayta nashr qilishning zarurligini his qildik. Ikkinchi nashrini texmi mukammal qilib tayyorlash uchun qayta ko'zdan kechirish maqsadi bilan qarindishim Abu Bakr Qora hojimdan bu tafsirni arabcha nusxasiga selishtirib ko'rib chiqishini talab qildim. U kishi 1 yildan ko'proq vaqt sarf qilib tafsirni ko'rib chiqdi va tuzitishga tegishli joylarni tuzitib bizga sundi. Ondan yana ulamolarimizdan bir qancha ustozga bir nusxadan avatib tarjimani ko'rib berishini o'tindik. Ustozlar astoydil ko'rib chiqish orqali ba'zi takliflarni va tuzitishlarni berdi. Eng oxirida ustoz Muhammad Amin Bishorat tafsirni boshdan oxir ko'rib chiqib, yana ba'zi tuzitishlarni va takliflarni bergan bo'ldi. Bu munosabat bilan yuqorqi ustozlarga, xususan tafsirni arabchasiga selishtirib ko'rib chiqqan Abu Bakr Qora hojimga va uni Uyg'ur tili nuqtasidan ko'rib chiqqan qarindishimiz Abdurrahim Davlatga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Hammamizga Alloh taolodan ajr savob tilayman. Alloh taolodan xalqimizning Qur'oni Karimning ma'nosini to'g'ri tushunib, uning yo'lida izchil mangdigan va ikkili olamlik baxt saodatga erishadigan kishilardan qilishini va bu tarjimani xalqimiz uchun manfaatli qilib berishini tovanchilik bilan tilayman. Muhammad Yusuf. Hijriya 1444-yili Safar oyining 19-kuni. Milodiya 2022-yili 15-sentabr payshanba. Jidda
Saudiya Arabiston. Kirish. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Allah Taala Qur'on o'qimoqchi bo'lgan har bir kishini oldi bilan Alloh Taolaga sig'inib, shaytonning yomonligidan panoh tilashga buyurib, mundaq degan. Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda, qo'g'landi shaytonning ozdirishidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Sura Nahl 98-oyat. Chunki Qur'oni Karim kishilarga hidoyat, dillarga shifodir. Shayton bo'lsa barliq yomonlikning va ozg'unlikning sababidir. Şuna Allah Taala Qur'on o'qimoqchi bo'lgan har bir kishini o'ziga sig'inib, la'nati shaytonning ozdirishidin va dillarga vasvasa selishidan panoh tilashga buyurgan. Mufassirlar A'udhu billahi minashshaytonirrojim degan kalimaning Qur'oni Karim oyatlarining qatoridan emasligiga birdek kelgan. Shunga bu kalima Qur'oni Karimga kirgizilmagan. A'udhu billahi minashshaytonirrojim degan kalimaning ma'nosi inson va jindan bo'lib Allah'ның rahmetidan qo'g'langan har qanday mutakabbir, osi gunohkorlarning meni toat ibodatdan va Qur'on o'qishdan ozdirib ketishidan Allohga sig'inib panohlanaman va qo'g'dinaman deganlikdir.